Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston. Xo'p, sizga bugun Angliya mavsumiy ishchi vizasi haqida tushuntirib beraman, chunki Angliya mavsumiy ishlarga qabul boshlandi va bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aytib o'tmoqchimanki, birinchi o'rinda Angliya mavsumiy ishchi vizasiga hujjat topshirmoqchimisiz? Ish beruvchilar talabiga mos kelishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu talablar qanday? O'zbekiston fuqarolari va O'rta Osiyo fuqarolari uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan mehnatga layoqatli sog'lom erkak va ayollarning hujjati qabul qilinadi. Ular 20 yoshdan kichik bo'lsa ham, 45 yoshdan katta bo'lsalar ham, afsuski ingliz tili, rus tilini bilgan taqdirlarda ham hujjatlari qabul qilinmaydi. Xo'p, chunki 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ishga bormoqchi bo'lgan Angliya mavsumiy ishchi vizasini olmoqchi bo'lgan fuqarolar juda ko'p. Shuning uchun ham 20 yoshdan kichik, 45 yoshdan baland fuqarolarga bu vizani afsuski berishmaydi, chunki bu Angliya ish beruvchilarining talabi. Xo'p, ana endi Angliyaga hujjat topshirmoqchi bo'lgan fuqarolardan qanday hujjatlar kerakligi haqida tushuntirib beraman. 4 ta hujjat kerak bo'ladi. Xo'p, birinchisi, sizni xorijga chiqish pasportingiz kerak bo'ladi. Masalan, qizil pasportingiz kerak. Xo'p, ikkinchi o'rinda sudlanmaganlik haqida hujjatingiz kerak va uchinchi o'rinda 3,5 ga 4,5 suratingiz kerak bo'ladi. Mana shu suratingiz Angliya mavsumiy ishchi vizasini pasportingizga bosayotganda 3,5 ga 4,5 ko'rinishdagi suratingizni ham birga qo'shib vizani bosib beradi. Xo'p, 4-o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz, masalan, kimdir kollejni, kimdir universitet, kimdir magistratura, kimdir 11-sinfni tugatgan bo'ladi. Mana shu haqida hujjatni olib borib berasiz, ya'ni hujjat topshirayotganda. Xo'p, agarda siz Angliya mavsumiy ishchi vizasi bo'yicha hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu video kommentariyasida ismingizni va yoshingizni yozib qoldirasiz. Men Angliya mavsumiy ishchi vizasi bo'yicha hujjat topshirmoqchiman desangiz, har bir yozgan fuqaroni kommentariyasiga mana shu videoda javob qaytarib chiqamiz. Hozirda mehnat birja orqali hujjat topshirishingiz mumkin va O'zbekistonda litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklari orqali hujjat topshirishingiz mumkin. Xo'p, migratsiya agentligi faqat O'zbekiston fuqarolarining hujjatlarini qabul qiladi. Xo'p, bu yerda bizning Migratsiya O'zbekiston Telegram kanaliga ulanish uchun Telegram ilovangizga kirib olasiz va qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deya yozganingizdan so'ng birinchi o'rinda Migratsiya O'zbekiston kanal chiqib keladi va 60 ming obunachiga ega. Xo'p, Migratsiya O'zbekiston Telegram kanaliga ulanishdan asosiy maqsad bu yerda vakansiyalar joylanishi bilan birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi va bu ro'yxatdan o'tish jarayonlari YouTube ijtimoiy tarmog'iga 2 kundan keyin joylanadi. Ya'ni Telegramga obuna bo'lganlar birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tishlari mumkin, vakansiya bo'yicha xabar topishlari mumkin. Xo'p, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xususiy bandlik agentliklari esa Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston fuqarolaridan ham hujjat qabul qilishadi. Endi bu yerda ketish talabi, kimlar ketishi aytib o'tdim. Endi til borasidagi talab, xo'p, hozirda ingliz tili yoki rus tilini bilsangiz hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hujjat topshirganingizda ish beruvchi bilan ingliz tili yoki rus tili orqali suhbat bo'ladi. Mana shu suhbatdan o'tsangiz Angliya ishchi vizasini, ya'ni Tier 5 deb nomlangan vizani olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, eng keraklisi bu ketish xarajati. Hozirgi kunda ketish xarajatlari aytib o'tishim mumkinki, hozirda O'zbekistonda litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklari o'rtasida masalan 5 tasi Angliya mavsumiy ishchi vizasi bo'yicha va qolgan davlatlar Slovakiya, Serbiya, Polsha va undan tashqari Germaniya, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya davlatlariga hujjat ishlarini amalga oshirishadi, ya'ni sizni ishga yuborishadi. Mana shu firmalar o'rtasida raqobat bor. Ya'ni kim hozir beshala firma ham Angliya mavsumiy ishchi vizalariga hujjat qabul qilamiz deb yo'lga qo'yishgan. Xo'p, ularda narxlar kimdadir arzonroq, kimdadir pastroq, ya'ni $2,000 dan $3,000 atrofida. 5 ta firma bo'lsa, qaysidadir $2,000, qaysidadir $3,000, qaysidadir $2,500. Xo'p, nima uchun deyilganda oddiy aytib beraman, chunki xususiy bandlik agentliklarini faoliyatidan xabarim bor. Bularda xo'p, Instagram, Telegram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarida obunachilari ko'p. Ular vakansiyani joylashsa, ko'pchilik ularga murojaat qilishadi. Shuning uchun ham narx-navoni boshqalarga nisbatan baland qilishadi. Chunki ularga hujjat topshiradigan fuqarolar ko'p. Xo'p, qaysidir firmada esa obunachilari kam ijtimoiy tarmoqlarda, shuning uchun ular e'lon bergan vaqtda kamroq odam topshiradi. Mana shuni hisobiga va boshqa
hujjat topshirmoqchi bo'lgan fuqarolarni ham o'zlariga chorlash maqsadida bularda $3000 bo'lsa, bular esa o'zlarida $2500 yoki $2200 atrofida xarajatlarni qo'yishadi va sizga tushuntirib berishadi. Bu maslahat sizlar uchun tekin, ya'ni xususiy bandlik agentliklari faoliyatidan xabarim borligi uchun xo'p, sizlarga ulashdim bu narsani. Xo'p, ana endi Angliya mavsumiy ishchi vizalarini necha pul topish mumkinligi haqida aytib o'taman. Xo'p, siz qaysi bandlik, xususiy bandlik agentliklari tomonidan ketishingizdan qat'iy nazar u yerdagi oylik maosh bir xil. Bir xil deganimda, ya'ni xuddi kimdir agar O'zbekistonda paxta sezoniga borgan bo'lsa, xuddi mana shunaqa ish. Ya'ni ertalab soat 5 dan turasiz va kechki vaqt 5 gacha ish bo'ladi. Ya'ni qancha yig'im-terim qilganingizga qarab sizga haftalik oylik maosh chiqadi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, siz qancha ko'p ishlasangiz shuncha ko'proq. Agar borib u yerda deyarli ishlamasdan yursangiz, bir oyda $1000 topishingiz mumkin. Astoydil ishlasangiz 2500-3000 topasiz, lekin qaysi xususiy bandlik agentliklari sizga $3500-4000 oylik maosh va'da qilsa Angliyada, bu demak yolg'on, chunki ko'pchilik borib kelgan hali hech kimdan $3500 bir oyda topdim degan gapni eshitganim yo'q. Xo'p, Angliya mavsumiy ishlari bir yilda 2 marotaba bo'ladi. Bular bahordan kuzgacha va kuzdan yana bahorgacha, ya'ni yozgi mavsum va qishki mavsum. Siz bahordan kuzgacha bo'lgan mavsumda hujjat topshirsangiz, yuqori oylik maosh olasiz, chunki u yerda hosil yaxshi bo'ladi. Agarda qishki mavsumga topshirsangiz, oylik maoshlar yozni mavsumiga nisbatan sal pastroq chiqadi. Masalan, deylik, siz hozir hujjat topshirdingiz, ya'ni noyabr, dekabr, yanvar oylarida hujjat topshirdingiz, fevral oyida ish beruvchi bilan suhbat bo'ladi. Siz martdan, ya'ni bahordan Angliyaga jo'nab ketasiz va kuzga O'zbekistonga qaytib kelasiz. Mana shu bahordan kuzgacha bo'lgan mavsumiy ish sezoni siz uchun yaxshi, ya'ni oyiga $2500-3000 topishingiz mumkin ishlashingizga qarab. Kuzdan bahorgacha bo'lgan mavsumda esa bahorga nisbatan sal pastroq, ya'ni $2000-2500 topishingiz mumkin, chunki qishki sezonda Angliyada ham ishlar sal kamayadi. Xo'p, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shu Angliya vizasi bo'yicha eng kerakli savollarga javob berib o'tdim deb o'ylayman. Xo'p, agarda siz Angliya mavsumiy ishchi vizasiga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Agarda u kanalni siz Telegramdan topa olmasangiz, mana shu videoni tagidan "Men Angliya mavsumiy ishchi vizasiga topshirmoqchiman" desiz, biz mana shu kommentariyingizda yozdirgan savolingizga tagida o'zimizning Migratsiya O'zbekiston kanal havolasini qoldiramiz. Bemalol obuna bo'lib hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi.